Dunyoning eng qo'rqinchli mehmonxonasi haqida eshitganmisiz? 1924-yilda Los-Anjeles markazida qurilgan bu mehmonxona dastlab oddiy sayohatchilar uchun arzon joy edi, lekin tez orada u ko'plab insonlarni qabristoniga aylandi. 1930-yillardan boshlab bu yerda tushuntirib bo'lmaydigan hodisalar ro'y berishni boshlagan. Mehmonlar ketma-ket sirli tarzda joniga qasd qilgan yoki essiz g'oyib bo'lgan. Eng mashhur voqea esa 2013-yilda sodir bo'ldi. Eliza Lam ismli talaba kimdirdan, to'g'rirog'i nimadirdan qochishga uringani kamera orqali tasvirga olingan. Lekin o'sha hodisadan so'ng uni hech kim ko'rmadi va vaqt o'tib mehmonlar krandan oqayotgan suvning iflosligiga va ta'mi g'alatiligiga shikoyat qila boshlashdi. Mehmonxona ishchilari bunga yechim topish maqsadida tomga chiqib suv bakini tekshirishga qaror qilishdi. Lekin ular ko'rgan narsa hammani sarosimaga soldi. Suv bakini ichida Elizaning jasadi topildi. Bugungi kunda ham ko'pchilik bu mehmonxonadan qo'rqishadi. Aytishligi bo'yicha u yerning atmosferasi juda ham og'ir va qandaydir yovuz kuchning borligi seziladi. Juda ham ko'p hollarda esa g'alati ovozlar eshitiladi. Ana shunday qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Qo'llab-quvvatlash uchun esa videoga like bosib, kommentga o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizga esa shirin tushlar tilab qolamiz.